Assalomu alaykum hammaga. Toshkent shahridan kelgan Nexus 3imizga 90 talik metan o'rnatib beryapmiz. Orqalarini ko'tarib, hadovoychiga borib o'tirmaysiz. Orqalarini ichiga ko'tarib berasiz. Hamda alyuminchalardan qo'yib, bilasizlar, gaz bilan qo'ygandan keyin o'tirib qoladi orqasi. Joyida ko'tarib, ustakalarni chiroyli qo'yib beryapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar, pastda nomer qoldiramiz. Oldi qismini ham ko'rsatamiz. Oldi qismida mana ustakalarimiz hali ish davom ettiryapti. Miya blogimiz Polshaniki, farsinkalari ham Polshaniki, reyteri Xitoy X original qo'yiladi. Uniki Polshaniki yo'q. Italyanskiy reyterimiz ham bor, ozgina undan qimmatroq. Sal qimmatroq chiqadi, lekin bu ham juda ham zo'r, sifati zo'r. Sinovdan o'tgan reyterlarimiz, shlankalari, xomutlari hammasi rossiyskiy bo'ladi. Zavodskiy izolantalari akkuratni qilib chiroyli qilib qotirib berishadi bolalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar.